Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men gullarimga dorilar bermoqchiman. Shu nima dori berishimni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu MPK 2020, bu 13-40-13, bu yantani kislota, bu temir moddasi qora bo'ladi. Temir moddasi, monokaliy fosfat va Kemiralux. Hozir men bularni mana sop oldim. Hozir buni men 20 litr suvga tayyorlab olaman. MPK 2020 1 osh qoshiq, 13-40-13 1 osh qoshiq, Kemiralux 1 osh qoshiq, temir moddasi 1 choy qoshiq, monokaliy fosfat 1 choy qoshiq va yantani kislota 1 osh qoshiq. Hozir shularni hammasini men 20 litr suvga tayyorlab olaman. Har doim beradigan, har 20 kunda, bilan 1 oyda bir beradigan udobrini ham mana shunday iborat. Hozir buni solib, yaxshilab eriguncha aralashtirib olib, 5-10 minutdan oldirtirib, mana 10 litr soldim. Bitta idishda 10 litr soldim va ikkinchi idishdagi 10 litrni ham solaman. Shuni yaxshilab aralashtirib, 5 minut eriguncha o'z holiga qoldirib qo'yib, keyin mana shu hamma gullarimga berib olaman. Sop oldim. Endi buni eriguncha mana yaxshilab aralashtirib. Bunda ko'proq temir moddasining rangi chiqadi bularning ichida. Agar oddiy suvda tayyorlasangiz, MPK 2020 ni ko'k o'zini hisob ko'k suv bo'ladi, sariq suv bo'ladi. Shunday, hozir bunda temir moddasining kuchi ko'proq. Mana shuni hozir barcha gullarimga tayyorlab olaman. Yetmasa, qolgan gullarimga yana tayyorlab beraman. Mana suvimiz ham tayyor qoldi. Endi buni gullarimizga berib olamiz. Gullarni boya 5 minut oldin suvlab olgan edim. Namlangan, tagi nam bo'lib turgan gulni ustidan yana suvlab qo'yish mumkin emas, chirishi oshib ketishi mumkin, namlik ko'payib ketadi. Shuning uchun chanqagan gulingizga namlab keyin berasiz. Mana hammasiga oz-ozdan berib chiqamiz. Hammasiga oz-ozdan taxminiy bir piyoladan suv berib chiqayapman. Bular kichkina gulligi uchun. Kichkinagina oltaligini berib qo'yaylik. Bittagina gulcham o'zi gulga kirgan mana. Bittagina qovun qo'yaylik. Olamiz. Barigini yulib oldim qo'shib. Bu qalin tagiga bolachalar tushib ko'payib ketgan. Hammasiga oz-ozdan berib chiqamiz. Endi sanseveriyaga to'prog'i kamayib ketgan. Endi to'prog'i chetda ham katta o'sgan sari o'sib ketadi, lekin ko'paymaydigan mirzaterak kaktusim bor mana. Rosa o'sib ketadi, lekin hech bola ham bermaydi, gullamaydi ham, qimirlamaydi ham. Kattaroq bo'lgancha bunda ko'proq beramiz. Qalin qo'yalarim ham gullab keldi.
gullarni oxirgisi o'tkazyapti. Drutsina. Mana bu gulim, mana bu uzun bariga kelgan, mana uzun bariga kelganda tuproqqa tekkan. Tuproqqa tekkandan keyin uchi tegib turgan, uchi tomirlagan. Tomirlab mana endi o'sha joyidan bolacha chiqaryapti mana. Bolachalagan mana. Tortsam ko'tarilmaydi. Tekkan joyi mana tomirlagan mana. Ko'tarilmaydi, tomirlab ketgan mana. Tomiri. Har bir bariga mana shunday ketgan. Har kun spray qilaman, shuning uchun gullarim dog' mana. Yangi bolachalar chiqaryapti. Mana bu bolachasi kelgan, o'sayotgan vaqtda kichkina o'g'lim mana bu yerni yulib olgan edi. Bu o'sishdan to'xtadi-da, joyiga mana ikkita bolacha chiqargan, mana ikkita bolacha. Mana tagida mana yangi bolachalar, mana yana yangi o'sish. Yangi bolacha, buni ham kichkina buzib oldi, o'sishdan to'xtab yangi bolacha bergan. Bu ham mana tegdi, mana oldidagiga tegib turibdi. Bu ham tekkan joyidan tomirlab ko'payib ketaveradi. Hozir qozonlarga ham berib olaman. Endi bugungi gullarimni beraman. Mana bittagina bugungi bu sabzirang ochilishi kerak edi. Mana o'zi gulga ketdi mana. Sizlarga ko'rinadi mana. O'zi gullashga tayyor bo'lib turibdi. Nasib bo'lsa inshaalloh erta indin gullab boshlaydi bular. Kuchliroq gullash uchun. Suyimiz qoldi. Qozonida mana bu katta bugungilarni ko'proq beraman. Maliniy, bu oq rozvi gulam, bu sariq ochilgan bugungilar va fioletviy bugungilar. Keyingisi mana ochilib boshlagan qora o'tkazil bugungilar. Rangi juda o'ta go'zal. Endi qolgan oshxonamdagi gullarimga dorilar suv beraman. Bugungi sizlarga ko'rsatgan videoroligim shundan iborat edi. Sizlarga sal bo'lsa ham foydasi tegsa, manfaatli bo'lsa, juda ham xursandman. Bugungi videoroligim shundan iborat edi. Videom yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.